Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Hannan, Ya Mannan ismlaringdan o'rgilay seni. Buyugim mana. Men seni qulingman. Duo qilyapman senga. Odamlarni qaragin, yoshi ulug' shu odamning duosi o'tadi deb umid bilan kelibdi-da. Shularning duosini qabul qilgan Allohim meni uyaltirib qo'ymagan deyapti. Haligi odamning qulligiga muhabbatim oshdi. Mana shu o'shaning uchun ham odamdan duo olgani kelishsa kerak deyapman-da. Xuddi Allohni ko'rib turgandek u kishini duo qilayotganida siz Allohni his qilyapsiz. Nima qilyapsiz? Mana odamlar meni yoshi ulug' senga yaqin bo'lib qolgan deb duosi o'tadi deb kelibdi-da, meni uyaltirib qo'ymagin, shularning tilaklarini bergin. O'zing Karim zotsan, o'zing Razzoqsan. Salovatni ham shunaqa aytayapti. Men deydi, o'tirib oxirat kunida shafoatchim bo'lgan, go'zallarning eng go'zali bo'lgan, chiroylilarning eng chiroyligi, olimlarning olimi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'p salomlar bo'lsin deyapti. Ya'ni muhabbatini izhor qilyapti.